Olis orzulardan ertak aytdim. Tomirimda olov bo'lib oqdi qonim. Sen ertamsan saharlardan ko'p so'ragan, hur vatanda kulib turgan bolajonim. Gurlan tumanidagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazilgan amaliy seminar bevosita Navruz umumxalq bayramiga bag'ishlandi. Navruz milliy qadriyatlar timsoli mavzusida tashkil etilgan ko'rgazmali seminarda tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor hamda uslubchilari ishtirok etib, kichkintoylarga milliy an'ana qadriyatlarimizni yangicha uslubda singdirish borasida to'plangan tajribalarni o'rgandilar. Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari tabiat bolalar nigohida ko'rik tanlovida viloyat bosqichiga chiqib, hatto respublika bosqichiga ham chiqdi. Buning munosabati bilan tarbiyachimiz Sabir va Malohat respublikada prezidentimiz bilan uchrashib kelishga ham musharraf bo'ldi. Prezidentimizning bu ishonchlarini oqlab, tarbiyalanuvchilarimizni yurtimizga kerakli inson qilib tarbiyalashda hissamizni qo'shamiz. Alla aytsam shirin bolam, ko'zing yumgin alla, uxlab qolgin alla bolam, ko'zing yumgin alla. Tadbir davomida ishtirokchilar sahna ko'rinishlari, she'r va qo'shiqlar orqali Navruz bayramining mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qildilar. Ko'rgazmali seminarning tayyorlov guruhida tarbiyalanayotgan bolajonlar ishtirokida o'tkazilishi ertangi kunga umid bag'ishlaydi. Vatanni tarannum etayotgan bolajonlar sevinchi yuraklarga ko'chdi. Yoshlar qalbida vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, el-yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlashda bu kabi tadbirlarning alohida o'rni bor. Salom ey Navruzim, senga bugun dil so'zim, quvonch ber dilimga, xush kelibsan elimga. Keldi Navruzi olam, ochildi gul olam, ekilar gulu archa, shirin so'z bugun barcha. Qozonda pishasi malak, hidi keladim demak naoz keldi, bahor keldi shirin bolasi malak. Tandir qizib turadi, somsa pishib chiqadi, issiq mazali hammamizga yoqadi. Somsa esa quvonib yig'ilamiz bir bo'lib, mazasi juda zo'rda, hidi ketar uy bo'lib. Millat ruhiyatining barkamol, milliy e'tiqodning mustahkam bo'lishida boshqa omillar qatori milliy qadriyatlar turkumiga kiruvchi xalq amaliy san'ati namunalari, milliy taomlar namoyishining ahamiyati katta. Boisi bu omillar millatning tarixi, his-tuyg'usi, ishonchi va an'analari orqali ro'yobga chiqariladi. Navruz bu milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz va an'analarimizni timsoli bo'lib hisoblanadi. Bolajonlarimiz bu tadbirimizda milliy urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni, an'analarimizni bilib olishdi. Bugungi tadbirimizda bolajonlarimiz kuy qo'shiqlari, raqslari bilan tadbirimizga ko'tarinki ruh va kayfiyat bag'ishlamoqdalar. Birinchi guruhimizdagi tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarimiz milliy urf-odatlarimiz, kelib chiqish haqida, tarix haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Ikkinchi guruhdagi tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarimiz hunarmandchilik, kashtachilik haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Uchinchi guruh tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarimiz qishloq xo'jaligi, firmalar, dehqonchilik, bog'dorchilik haqida o'zlarining bilimlarini oshirib borishdi. To'rtinchi guruhimizdagi tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarimiz sumalak tarixining kelib chiqish jarayonini amaliy ko'rsatib berishdilar. Bu jarayonlar albatta tarbiyalanuvchilarimizni xotirasida bir umr muhrlanib qoladi degan umiddamiz. Navruz umumxalq bayrami o'zining uzoq o'tmishi, boy tarixiga ega bo'lgan, ajdodlardan avlodlarga meros sifatida o'tib kelayotgan ma'naviy boyligimiz, qadriyatlarimizdan biri. Samimiy va go'zal, chiroyli tashbihlarga boy tarzda o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda mana shunday betakror qadriyatlar qayta qadr topdi. Bu qadriyatlarning kichkintoy farzandlar qalbiga chuqur singdirilishi esa tarbiyachi va uslubchilar, pedagogik jamoaning mahoratiga bog'liq. Aynan shu jihatdan bayramona tarzda tashkil etilgan amaliy seminar tuman miqyosida ommalashtirildi.